15 haftalik homilador edim. Tabletka bilan homilamni tushirdim. Bir haftadan so'ng ultratovush tekshiruviga bordim, ammo chala qopti, toza bo'lmagan deb aytishdi. Buning sababi nimada? Tabletkali abort qilgan bo'lsangiz va chala qolgan bo'lsa, buning sabablari bir nechta, ya'ni bachadonni qisqarish xususiyatini pastligi, ya'ni bachadon yetarlicha qisqarib bera olmagan. Shuning uchun tushiruvchi tabletkalardan so'ng yana bachadonni kuchli qisqartiruvchi tabletkalar buyuriladi. Keyingisi organizmni preparatga bo'lgan sezuvchanligini, reaksiyasini pastligi. Uchinchi sabab esa homilaning muddati, ya'ni u qancha katta bo'lsa, shuncha chala qolish ehtimoli yuqori bo'ladi. Keyingi sabab shoykani spazmi, shoyka bekilib qopti degan gaplar bor. Ana o'shanda ham bachadon bo'shlig'idagi homila qoldiqlari chiqa olmaydi. Va bundan tashqari organizmning individual xususiyatlari, gormonal fon buzilishlari, endometriyning xususiyatlari ham ta'sir qiladi. Mana shu sabablarning hammasi faqatgina ultratovush tekshiruvida ko'rinadi. Shuning uchun abort qildingizmi? Albatta ultratovushda tekshiring. Chala bo'ldimi yoki to'liq tushdimi?